O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 17-yanvardagi 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-12 sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq deputatlari Guliston shahar kengashining 2025-yil 31-yanvardagi qarori qabul qilingan. Qarorga asosan joriy yilda Guliston shahrida 13.396 nafar aholi bandligini ta'minlash belgilangan. Birinchi navbatda Markaziy bank va tijorat banklarining moliyaviy instrumentlaridan foydalangan holda 8.600 nafar aholi bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Yirik va hududiy investitsiya loyihalari hisobiga 4.000 nafar aholi bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Qurilish sohasida 688 nafar aholi bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Amalga oshirilgan ishlar natijasi 2025-yil yanvar-may oyida 6,5 ming nafar aholini daromadli mehnat bilan band qilish bo'yicha yangi ish mehnat o'z platformasiga kiritildi. 2025-yilda Guliston shahrida 924 nafar ishsiz shaxslar kasb-hunarga o'qitish belgilangan bo'lib, joriy yilning yanvar-may oylarida 360 nafar ishsiz shaxs kasb-hunarga o'qitildi. 2025-yilda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 881 ta oilaning 5030 nafar a'zosini kambag'allikdan chiqarish belgilangan. Joriy yil yanvar-may oyida 369 nafar oilani kambag'allikdan chiqarish belgilangan. Amalda individual rejalar asosida 813 ta oilaga 3318 nafar aholi kambag'allikdan chiqarish qaratilgan, 1089 ta xizmat ko'rsatildi. Bunda oila a'zolarining 411 nafar doimiy ishga joylashtirilgan, 179 nafar imtiyozli kreditlar ajratilgan, 475 nafarga tadbirkorlikka jalb qilingan va 24 nafari kasb-hunarga o'qitilgan. Tizimda belgilangan rejalar asosida ishlar davom ettirilmoqda.